Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Quvali bola Abdurahmon. Bugun shanba. Xudo xolasa seshanba kuni yana mol olgani boramiz. Bu bozor kuni ertaga yana o'zimizga Quvaga chiqib ko'ramiz. Buqacha mazza qilyapti do'stlar. Bilmayman, men yoshligimdan beri mol boqadigan bo'lsam hech bunaqa qilib bo'jaklariga sut bunaqa qilib bermaganman. Idirib olib yoki jicha bitta elimini qogizdirib qo'yardi, o'zi 4 litr sut beradigan molni jicha yeb ham katta bo'lardi, ichib. Hozir do'stlar 3 mahal 2 litrdan sut ichyapti mashina ovozcha. Buni sortini biladiganlar yozsin do'stlar. Men to'g'risi cho'rni pestra deyapman. Qulog'ida izi ham bor ekan, hatto birka taqalgan ekan, izi bor ekan. Keyin chiqib ketganmi, xudo biladi. Kallalari, turishlari, lekin enasiga, olaga o'xshaydi. Molimiz o'zini ham orqalari keng, zo'r mol. 14,5 litrga chiqdi do'stlar suti. 14,5 litrga chiqdi. Yemishlari bo'lsa, hozir svet yemishlari turibdi. Beda somon qo'shildi. Drabilkani yurgizdim, drabilkadan qilib beryapman. Mana bu bo'lsa beda. Bedani maydalab qo'yib qo'ydim buqachani oldiga. Kepayi turibdi, suvi turibdi. Xudo xolasa ich ketdi, bu kasalliklari yo'q. Buqacha zo'r, taylari somon. Mana pol. Konteynerda poli. Ular mazza qilib o'ynab yuribdi do'stlar. Aynaydan chiqib ketmaslik uchun eski eshikni qo'yib qo'ydim. Bu yoqlar romlar. Biz polni chiqib ketmasligini ta'minlayapmiz qo'ldan kelgancha. Suv ichishlari ham o'zgardi moldi. 3 paqir, 4 paqir kunduzi, yana 3 paqir, 4 paqir kech payt suv ichyapti. Ertalabki sog'ishlar do'stlar o'tdi. Mana shu 10 tarafidagi o'zimiz tarafdagi yelim. Mashinasi chiqmaydi o'shandan 3 yelim. Agar oldindan kuzatib kelayotganlar bo'lsa, molimiz 3 yelim. Ertalabkini o'zida 8 litrli paqil to'lib sut berdi. Onlar keng, xudo xolasa 4 oylikka qarab ketyapti. Bu hozirgi sementaldan qochgan. Do'stlar, buni sortini biladiganlar yozsin. Cho'rni pestra deyapman, xudo xolasa agar sorti bor ovoz bo'lsa, hali et olishi ham yaxshi bo'ladi. Hazilakam sut ichayotgan yo'q do'stlar bular. Biz bu qishloq sharoitida boqadiganlar biladi. Bo'zaylarga umuman bunaqa sut berilmaydi. Aldab, suldab yemga o'tkazib yuborilaveradi. Biz esa kak polvojni jomga qo'yib beryapman endi do'stlar. Oldin nimada beryaptim? Soskada. Hozir jomni o'ziga qo'yib bersa ham shopillat ichib olyapti. Kechagi short videoni ko'rgan bo'lsalaring, shuni jomni o'ziga qo'yib berdim. Yonida kepaklari turibdi, suvi turibdi. Yashashni qadriga yetyapti. Do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvali bola kanalida. Uzoqlashmanglar. Sog' salomat bo'linglar.